Ozoda opa bundan 25 yil muqaddam uy sharoitida non tayyorlashni boshlagan. Abduvahob aka esa mahsulotlarni yetkazib berganlar. Tong saharda xamir qorish, tayyor nonlarni savdo rastalariga yetkazib berish ularni charchatib qo'ymagan. Vaqt o'tishi bilan ular ishini kengaytirib, hozirda esa o'ndan ortiq nonvoylar mehnat qilayotgan mo'jazgina sexga asos solishdi. Bu yerda tayyorlanadigan turli non mahsulotlari, ayniqsa Ozoda opaning o'z qo'llari bilan tayyorlaydigan darmon noni hamqishloqlarning dasturxonlarini ko'rkiga aylangan. Bolalar bog'chasi ochganimdan keyin bolalarning ovqatiga oshqovoqlar solib berdim-da mahsulotlardan. Keyin ba'zi bolalar yemadi uni. Keyin mendan o'zimdan bir g'oya chiqdi-ki, shu oshqovoqni bolalarga yedirish uchun men nonga solib beraman dedim. Keyin hamma mahsulotlarni o'zim to'rgab alohida 7 xil mahsulot. Mana sabzi, piyoz, kartoshka, oshqovoq, bolgariskilar bor. Eng mahsulotlarni sarasi men oshqovoqni yaxshi ko'raman. Bu juda ham bir darmon non. Bu darmon nonning boshqa nonlardan farqi shundaki, uning tarkibida 7 xil sabzavot, piyoz, sabzi, karam, bulg'or qalampiri, sholg'om, qovoq va kartoshka bor. Shu sababli Ozoda opa hazillashib, yeganlar darmonda, yemaganlar armonda qoladi deb aytadi. Men bu nonni nomini darmon non dedim. Bolajonlarimizga biz oddiy nonlarni beramiz, qo'shimcha shu nonlarni beramiz. Patr qilib aholiga tarqatyapman. Aholi xursand bo'lib to'ylarga olib borsa darmon non deb yeyishyapti. Mana juda ham bolalar ham, kattalar ham xush ko'radigan non. Eng sevimli nonlarimizdan biri. Ozoda opa tashabbuskor tadbirkorlardan, u mahallasidagi xotin-qizlar va uy bekalari uchun yangi ish o'rinlari yaratib, ularni ham tadbirkorlikka o'rgatib kelish bilan birga atrofdagilarning, qo'ni-qo'shnilarining ham maslahatgo'yidirlar. Bo'sh vaqtlarida mana Hoji opamni non sexida o'quvchi qizlarimiz pazandachilik sirlarini shu Hoji opamda o'rganib kelishyapti bugungi kunda. Bundan tashqari qishlog'imizdagi, mahallamizdagi uyda o'tirgan yosh kelinlarimizni ham ish bilan ta'minlaydi, ularga shu pazandachilik sirlarini o'rgatib keladi. Juda ham mehribon, shirin so'zligi uchun hamma Hoji opamdan shu nimadir o'rganishga harakat qilib, u kishini yoniga keladi, yordam so'raydi. Nafaqa yoshda bo'lishiga qaramay Ozoda opa har doim tinimsiz harakatda, yangilikka intiluvchi inson sifatida el orasida obro' topgan. Voy, bu ishimdan xursandman. Ozoda opa noni shirin bo'pti desa, menchi rosa xursand bo'laman. Doimiy men intilishda bo'laman-da, endi qani nimani o'ylab topsam ekan deyman. Har xil narsalarni o'ylasangiz, hali vaqt o'tishi ham oson, kasal bo'lmaysiz, sog'lom bo'lib yurasiz-da. Hammani sog'lom, chiroyli, oilaviy yaxshi yurishini xohlayman men. Shunday halol mehnat bilan yashaydigan oilalar bor ekan, jamiyatda hamjihatlik, insonparvarlik va mehr-oqibat esa yanada barqaror bo'ladi.